فإذا أصبحوا لا يترك الله أحدا منهم إلا يغفر له ويقول الله عز وجل للملائكة اجعلوا صلاتكم وتسبيحكم في رمضان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Tong otgan vaqtida Ramazon-i Sharifni avvalgi kuni bo'lib, inshaalloh ertangi kun birinchi kun hisoblayapmiz-ku, ertaga inshaalloh. Tong otgan vaqtida Xudoy taborak va taolo biror bir insonni gunoh holatida hayotga qo'ymaydi, balki hammani gunohlarini tong otishi bilan tirik zot borki, hammani gunohlari to'kilar ekan. Xudoy taolo farishtalarga aytar ekan, sizlar endi menga aytayotgan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb aytayotgan tasbihlaringizni savobini Ramazon-i Sharifni hurmatidan faqat Muhammad alayhisalomning ummatiga hadiya qilinglar dedik. Qarang. O'zi farishtalar uxlamaydi ular. 24 soat mobaynida ular uxlamay ibodat qilib tasbih aytadi. Yusabbihuna bihamdi robbihim oyati karimada ular Allohga tasbih aytishadi. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Shu tasbihlarning savobini siz va bizlarga hadoya qilishar ekan ular. Bu ham bu Ramazon-i Sharifni haqqi hurmatidan shunday bo'lar ekan.